Hammaga assalomu alaykum. Ismim Xushnud, o'zim Xorazmdanman. Buyrak qurishi kasalligini asosiy davosi, oldinda aytib o'taman, videoni oxirigacha ko'rsanglar batafsil aytib o'taman. Uni davosi o'sha buyrakni almashtirish, ya'ni buyrak transplantatsiyasi. Uni boshqa hech qanaqa davosi yo'q. Endi shungacha bo'lgan yo'lni men sizlarga aytib o'taman. Biz bu kasallikni, men yaqin insonim shunaqa kasal bo'lib qoldi. 24-yil avgust oyida bildik bu kasallik boshlanganini. Nefrologlarga borsak, o'sha UZI qilishdi, boshqa qilishdi. Ikkita buyrak 40% dan qurigan, ikkalasi ham deb diagnoz berishdi va o'sha ukol dori lecheniyalarni yozib berishdi. Keyin biz o'sha ukol dorilarni oldik, sentyabr oyi oldik, oktyabrda ham yarmigacha oldikda, keyin o'sha analizlarda hech qanaqa ijobiy tarafga o'zgarish ko'rmadik. O'sha bilgan paytimiz 390 edi kreatinin, mochevina 10 edi adashmasam. Hech qanaqa o'zgarish bo'lmadi. 420 chiqdi, 430 chiqdi. Keyin o'sha ukol dori lecheniyadan natija bo'lmasligini bilganimizdan keyin YouTubedan, internetdan shunaqa buyrak qurishini qanaqa davolasa bo'ladi, tabiiy yo'llar bormikin deb qidirdim. O'sha ko'pchilik o'sha ravo o'simligi haqida televizorda ham ko'rib qoldim, buyrak qurishini davolaydi, boshqa buyrak kasalligini davolaydi deb qo'ygan ekan. Keyin bu ravo o'simligi haqida hech kim to'liq danni bermagan ekan. O'sha doktor Ibragimov, o'sha Zohid aka sal kengroq tushuntirib bergan ekan. Keyin o'sha YouTubedan Zohid akani nomerlarini topib, ularga aloqaga chiqdik. Ular ham qo'ldan kelgancha mana shu buyrak bo'yicha u ravodan ham kuchliroq damlamalarni tayyorlab berdilar. Alloh rozi bo'lsin. O'sha damlamalarni ichishni boshladik. U damlamalar buyrak qurishini 100% davolab bermaydi. Lekin agar transplantatsiyagacha bo'lgan vaqtda sizni misol transplantatsiyaga aytgancha 100 million pul ketadi. 100% 100 million pul ketadi. Menga $5000 deyishgan. Men ko'rdim, bildim, 100 million pul ketdi o'bshi. O'sha transplantatsiyagacha bo'lgan vaqtda buyrak qurish jarayonini bloklab beradi u damlamalar. Misol biz oktyabr oyidan may oyigacha mana shu damlamalar ichib yurgan bo'lsak, boshlaganimizda 470 edi kreatinin, keyin bir oydan keyin 420 ga ham tushdi. U o'zingizga bog'liq. O'sha damlamalarni ham ichib, parhezni ham qilib, yog'li ovqatlar, boshqa achchiq sho'r narsalar yemasangiz, o'sha kreatin tushadi. Uni nazorat qilsa bo'ladi. O'sha damlamalar transplantatsiyagacha bo'lgan vaqtda agar 100 million pulingiz bo'lmasa, o'sha holatingizni saqlab beradi. O'sha turishingizni saqlab beradi. Misol buyrak quriyotgan bo'lsa, o'sha jarayonni sekinlashtiradi yoki bloklaydi. Endi har kimni organizmi har xil. Men o'sha yaqin insonimga, qarindoshimga yaxshi ta'sir qildi. Biz ichib yurdik. O'sha may oyigacha 490-500 bo'ldi uzog'i. Misol lekin bir oyda men eshitganman, ko'pchiliklar ko'rganman, surishtirib ko'rganman. 400-500 bu bir haftada 700-800 ga o'tib ketib, dializgacha borganlar ham bor-da. Shuning uchun biz o'sha damlamalarga qattiq ishondik, ichib yurdik. Yaxshi ta'sir qildi. Bu inson ham yaxshi o'zini yaxshi his qilib yurdi. Oldingida charchab qolishlar bo'lmadi. Ish qilib gap qisqasini aytganda organizmga yoqdi o'sha damlamalar. Chunki odam o'zini yengil his qilgandan keyin kasal deb o'ylamaydi o'zini, chunki sog'lom odam qanaqa bo'lsa shunaqa edi. Keyin o'ylab biz may oyida shu transplantatsiya qilishga qaror qildik. Chunki baribir damlamalarni butun umr ichib yura olmaysiz-ku. Kreatinin 600 gacha ko'tarildi, damlamalarni to'xtatdik. Iyun oyida 600 gacha ko'tarildi. Keyin doktorlar bilan o'sha analiz topshirib boshqa qilib yurgan payt dializga bizga berishdi. Yo'llanma berishdi, dializ qilmasak bo'lmaydi deb. Lekin biz dializ qilmadik to'g'risi. Chunki dializ qilsa odamni o'sha bor kuchini ham olib qo'yadi deb ko'pchilik aytdi-da. U yoqdan surishtirib, gaplashib o'sha kasallikni boshidan o'tkazgan odamlarni o'sha YouTube orqali bitta Sirdaryolik opa bilan maslahat qilardik. U o'g'lini shunaqa qilgan ekan, o'sha bilan maslahat qilib dializ qilmaylar, iloji boricha deb dializ qilmadik. Onalari, o'sha tanishim onalari buyrak beradigan bo'ldi. Shundan keyin o'sha damlamalarni to'xtatdik. Iyun oyida damlama ichmadik. Kreatinin 660 gacha bordi. Biza
Toshkentga analiz topshirgani ketdik shu bilan. Analizdagi общий o'sha kichkina DNK, katta DNK, kichkina tekshiruv, katta tekshiruv hammasiga общий 4,5 ming ketdi. DNK 13 million, katta DNKsi, kichkina DNKsi 3,5 million adashmasam. Kichkina tekshiruvlarni o'ziga 2 million, keyin yurakni qiladi, addenni enskita dedim, nimadir qildi, o'pkani qiladi, buyrakni qiladi, donor aytayapman hali, donor. DNK bo'lsa ikkita odamdan ham olinadi. Donordan ham olinadi DNK, o'sha olayotgan patsientdan ham, bemordan ham DNK olinadi. Общий 4,5 ming ketdi o'sha payti, dollar 13 edi. Adashmasam 12,5 13 edi. Bunaqa tushib ketmagan edi, hozir tushib ketdi 12 ga. Shunday qilib, xudoga shukr, keyin analizlar yaxshi chiqdi, DNKlar to'g'ri keldi. Doktorlar Xorazmga kelib operatsiya qiladigan bo'lishdi. Bitta doktor keldi o'zi, o'sha asosiy xirurg keldi, transplantolog keldi. Xorazmdagi doktorlar bilan совместный operatsiya qilishdi 14-sentabr kuni. Xo'sh, doktorni bordi keldi biletini, mana shu Xorazmga kelganda ikkita odam edik. Ikkita odam transplantatsiya qilmoqchi edi, qildirmoqchi edi. Kelishini sherigim olib berdi, ketishini men olib berdim. 2,5 millionga olib berdim samolyotga biletni. Keyin endi xarajatlarni aytib o'tadigan bo'lsam, shunga ketdi. Keyin o'zi anaqa bo'ladi. Order olasiz, dokument to'g'rilaysiz aytgancha. Orderingiz chiqib ketdi. Order nima beradi sizga? Operatsiyani va undan keyingi bitta-ikkita o'sha ukol dorilarning xarajatlarini ko'tarib beradi. Orderdan tashqari 98 million ketdi. Men o'sha paytda aniq hisoblaganman, endi hozir esimda borini aytib beraman sizlarga. 7,5 millionlik korobkada dori yozib berishdi menga. Toshkentdan oldirdik. U 7,5 millionni yana bitta odamlar 13 millionga olganlar bor. Yana bitta odamlar 21 millionga olganlar bor. U bemor holatdan kelib chiqqan holda. Men o'sha tanishimni ahvol yaxshi edi, o'z oyog'i bilan bordi, hech qanaqa dializ olmagan edi. Ahvoldan kelib chiqqan holda shunaqa qilishdi. 7,5 millionga oldirishdi. Undan keyin operatsiya davomida o'sha 7,5 milliondan tashqari yana 6,5 millionlik narsa ishlatdik deb yana 6,5 million pul berdim. Men ularga o'rniga qo'yib qo'yishimiz kerak deb uni naqd pul berdim, naqd pul emas. Keyin operatsiya bo'ldi. Operatsiya yaxshi chiqdi, xudoga shukr. Operatsiyadan keyin o'sha Toshkentga kelgan doktorga ko'nglingizdan chiqqanini beringlar deyishdi. Endi u insonni otalari bor edi, asosiy turgan pullarni to'lab, men aytdim, bering menga 200 dollar berib chiqaman desam, yo'q dedi. Nariga sheriklarimizga 500 dollar aytishibdi dedi. O'zlari aytib 500 dollar olishdi. 500 dollar berdik keyin biz yana. Keyin o'sha koma emas, reanimatsiyada yotdi 2 kun. Reanimatsiyadan chiqqandan keyin xudoga shukr yurib, o'sha yuzlar ancha shishidi. Operatsiya payti ham ancha ukol dori qatnadik. Aptekadan o'sha natriy xlorlar 32 litrlab natriy xlorlab qatnadik, chunki odam buyrak qo'ygandan keyin o'sha natriy xlor bilan odam buyragini yuvishar ekan, o'sha yangi buyrakni qo'ygandan keyin. Keyin yana gormonlarni olib berdik. Короче, o'tda ham o'zingizdan ham yana 3-4 millioncha pul ketadi. Keyin o'sha donorni buyragini olishadi-yu bu yo'ga, bemorga o'tkazishadi. O'shani operatsiyasiga ham 7,5 million adashmasam to'lashdi. Keyin больницада yotganiga ham o'sha donorga polni pul to'lanadi-da. Bemor o'sha order olganligi sababli bepul yotadi. O'sha donorga yana 2,5 million больница uchun to'landi. Keyin yana nima qildik? Shunaqa adashmasam shunaqa rasxodlar bo'ldi. Keyin yana bittasi, o'zimizni Xorazmdagi doktorlar ularga ham berish kerak ekan, xirurglarga ham berish kerak ekan. Bizda ham aralashib yurdi, o'zimiznikilar совместный qildi. Ularga 100 dollar olib borib bersa o'sha otasi, tanishim otasi, ular barmoq bukib, men bunga anesteziologga, bizning yonimizda turgan yordamchiga, yana kimlarga, falonchiga deb 100 dollardan tashqari yana 3-4 millioncha pul olganda общий. Insof ham kerak-da, o'zi bunaqa qaraganda bu kasallik bilan kurashayotgan odam o'zi ancha rasxod qilib keladi-da, o'zi operatsiyagacha.
indamasangiz agar o'zingiz bo'sh bo'lsangiz, ko'tingizdagi tursigingizni ham, короче, qoqib olishadi. Men doktorlar, to'g'risini aytaman. Men ketgan pulga roziman. Ketgan pulga hamma rozi, prosta sog'lom, hozir hayot kechiryapti o'sha inson. Lekin u darajada bo'lmasligi kerak. Misol odamga umuman ichi achimaydi-da. Doktorlar keldimi, xuddi bemor kelsa ko'ziga boshqacha bir och qolgan bo'rini ko'ziga bir nima semizgina bir qo'y ko'ringandek ko'rinadimi bilmadim. Hamma yopilib bo'lib ketgan to'g'risi. Anesteziolog misol bitta narkozni bergandek qarab turgan anesteziologga ham 700 ming pul olgan bizdan. To'g'risi. Men hayron qoldim. Ja unaqa bo'ladi deb o'ylamagandim. Menga $5000 ketadi общий deyishgan. Ну 98 million pul ketdi. Agar 100 million pulinglar bo'lmasa, kamida 80 million pulinglar bo'lmasa, bu yo'lga kirib o'tirmaylar. O'sha damlamalarni ichib yursanglar bo'ladi, pul yig'guninglarcha, misol 100 million pulingiz bo'lgandan keyin bemalol o'sha yo'lga transplantatsiyaga tayyorlanishinglar mumkin bo'ladi. Agar unaqa pulinglar bo'lmasa, o'sha damlamalar ichib, endi kimga qanaqa ta'sir qiladi? Balkim damlamalar bilan yaxshi bo'lib ketarsiz. U Allohning ishi. O'zingiz ishonib ichsangiz, bizaga o'xshab, biza ishonib shunaqa yaxshi bo'lamiz deb ichganmiz, unaqa kreatinlar ko'tarilib ketmagan. Kreatin ham, mochavina ham ko'tarilib ketmagan. 1 yil mobaynida siz tasavvur qilyapsizmi? 9 oyda uncha katta o'zgarish bo'lmagan. 400 dan 500 ga ko'tarilgan, 550 gacha borgan, 150 ta ko'tarilgan. Lekin boshqa odamlarni bilaman, ukol lecheniya olib yurgan, doktordan narsalar olib yurganlarda bir haftada daji 500-600 bo'lib ketganlarni ham ko'rdim-da. 200 da boshlanib bir haftadan keyin 400 bo'lib ketganlarni ham ko'rdim. U o'zingizga bog'liq hamma narsa. Chunki bu yoqda faqat damlama emas, bu yoqda parhez ham katta rol o'ynaydi. Buyrakni qiynab qo'ysangiz, yog'li ovqat yeb yoki sho'r, achcho yeb qo'ysangiz, buyrak qiyin ishlagandan keyin mana shu kreatinlarni filtrlamaydi-da, qiynalib o'sha qonga o'tib ketaveradi. Bu kreatin ko'p miqdorda qonda yursa, agar bu zahar, azot boshqa organga ham ta'sir qilishi mumkin. Nu meni tanishimni boshqa hamma organ yaxshi chiqdi. Xudoga shukr. Shuning uchun ham eson-omon hozir qutulib yaxshi hayot kechiryapti. Hozir har 15-20 kundan borib tekshirilyapti. Yaxshi, Xudoga shukr. Hozir bitta o'sha takralimus degan gormon tekshirtiriladi. U ham 315 ming xususiy laboratoriya tekshirtiriladi. 315 ming to'lab 1 oyda 2 marta tekshirilib turibdi. Hozir Xudoga shukr yaxshi, bu yerga ishlab ketdi. Kuniga adashmasam 20 tacha tabletka ichyapti hozir 3 mahalga bo'lib 3 mahal emas, 4-5 mahal adashmasam. Bu tabletkalar har borganda qisqarib boryapti. Chunki ahvoliga qarab tabletkalarni kamaytirib borishar ekan. Oxirida men bitta o'sha odamni ko'rdim. 3 yildan keyin dedi, 3 yil bo'lgan ekan bu yerga alishtirganiga. 3 tami 4 ta tabletka qo'yganda ertalab kechqurun ichadigan o'sha. Ular asosan immunopastiv tabletkalar bo'ladi. Immunitetni pasaytirib turishar ekan. Chunki immunitet ko'tarilib ketsa, o'sha yangi kelgan buyrakni sezib qolar ekanda, atkaz berib yuborar ekan. Shunaqa gaplar hozircha. Yana agar ma'lumot kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda Telegram nikim yozib qo'yaman. O'sha Telegramdan bemalol so'rasanglar, qanaqa bo'ldi, nima bo'ldi, bemalol javob beraman. Aytgancha yana bitta narsa esimdan chiqib qopti. O'sha YouTube'da bu tema bo'yicha hech kim hech qanaqa aniq danni bermagan. Oldi qochdi gaplar. U yoqqa bordik, sanatoriyaga bordik, yaxshi bo'ldi. U hammasi yolg'on narsa. Buyrak qurishi boshladimi, oxirgi davosi operatsiya bo'ladi baribir. Uni eshitdim, yaxshi bo'ldim. Zulik qo'yib yaxshi bo'layotganlar bor deb taniqli bir tabiblar bor o'sha. Endi ismini aytmayman, o'sha buyrakning ustiga zulik qo'ydik deganlarni ham ko'rdim. U yolg'on hammasi. Men hammasini o'sha iziga tushib, hammasi bilan gaplashib ko'rganman. Borganlar bilan ham gaplashib ko'rdim, boshqa bilan ham. 1 yil davomida o'zi odam bu kasallik bilan kurashib, shunaqa izlanib, o'zim ham bir salkam nefrolog bo'lib ketdim-da. Hammaga ham ishonmaylar, to'g'risi. Men o'sha Xudoga shukr, o'sha Zohid aka oldimdan chiqdilar va Allohning o'zi to'g'ri yo'l ko'rsatgan ekan. Shulardan oldik. 1 yil davomida o'sha 9 oy davomida ichdik, lekin hech qanaqa zararni ko'rmadim. To'g'risi men shundan keyin bildimki, o'sha
giyohlar haqiqatdan ham mana shu kasallik bilan kurashishga yordam berar ekan. Mana shu bloklab qo'yadi, iylik jarayonni sekinlashtirib beradi. Agar transplantatsiyaga pulingiz yetmasa, bemalol mana shu damlamalar bilan vaqtinglarni o'tkazib tursanglar bo'ladi. Pul yig'guncha. Lekin pulinglar bo'lsa agar transplantatsiyani maslahat beramiz. Mana shu boshimdan o'tgan odam sifatida sizlarga shuni tavsiya qilaman. Hammaga rahmat.